Assalomu alaykum. Ro'za Ramazon kunlarida, mana Ramazon oylarida hamma ro'za tutayotganlarga sabr bersin Allohim. Oilamizda tinchlik, totuvlik bo'lsin. Hamma musulmonlarimiz hammasi umruzoq, oilasida tinchlik, xotirjamlik, avvalo sog'lik, salomatlik tilayman. Va to'g'risini aytsam, bu videoni shu Sabrinaga yordam berayotgan yaxshi insonlar boshida turgan, oxirigacha mana hozir tuzalib ketishi uchun qancha miqdorda bo'lishidan qat'iy nazar yordam berayotgan va duolar qilayotgan insonlarimizga, hammasiga, musulmonlarimizga rahmat deyman. Hammamiz mana shunaqa birlashib, musulmonlar birlashganimizdan juda ham xursandman. Men O'zbekistonda tug'ilganimdan, mana shu o'zbek bo'lib, musulmon bo'lib tug'ilganimdan, birinchi o'rinda musulmon bo'lib tug'ilganimdan, O'zbekistondan tug'ilganimdan juda ham xursandman. Chunki shunaqangi yaxshi insonlar bor, beg'ubor, ko'ngli toza, hammaga yordam qilaylik degan insonlarimiz juda ham ko'p. Mana shu Sabrina singiljonim, avvalo umringiz uzoq bo'lsin, operatsiyalarni yaxshi o'tkazib oling singiljonim. Duodamiz, hammamiz duodamiz. Sizga sog'lik tilaymiz. Yaxshi tuzalib, hech nima ko'rmaganday bo'lib tuzalib keting singiljonim. Avvalo Alloh mo'jizakor, ishoning. Chunki Alloh borligiga men juda ham ishonaman. Chunki ko'p vaziyatlarda, mana men 15 yil oldin akamni yo'qotgan bo'lsam, akam rahmatli Uchqunboydi, keyin onamni Xayrinisoni 3 yil oldin yo'qotgan bo'lsam, yaxshi insonlar bor, ularda joylari jannatda bo'lsin avvalambor. Lekin jigaram yo'qotish, mana bunaqa vaziyatda tushkunlikka tushib qolish, nimagadir muhtoj bo'lib qolish juda ham qiyin. Yaxshi insonlar ko'p, ishoning. Keyin Turkiyada juda ham vrachlari, juda ham zo'r anaqada, o'z ishini ustasida vrachlari, to'g'risi. Sizga shifo tilayman. Oddiy inson bo'lib, mana musulmon bo'lib tug'ilganimiz o'zi katta sharaf. Siz Xudo xolasa tuzalib ketib, farzandli bo'ling, chiroyli go'shangalarda to'ylaringizni ko'raylik. Umringiz uzoq bo'lsin singiljonim, duodamiz.